logoped Fotima Umarova. Autizm, ZPR tashxisli bolalar juda ham ko'p. Aynan psixolog, ekspert, blogerlar bilan suhbat jarayonida nosog'lom muhit bor. Haqiqatni aytib berish. Onadagi ishonchsizlik deb bildim. U jarayonda sizda qanaqa natijalar bo'ldi? Bolaga ta'sir qilish qiyinroq. Siz individual konsultatsiyalaringiz juda ham zo'r o'tasiz. O'zim bilan o'zim kelisha olmaslik holatlari deb oxirigacha savol javob qilganingizni ham eshitib chiqdim-da. bu to'g'ridan to'g'ri o'zimni ish faoliyatimga ham ta'sir qildi. Duduqlanish tashxisidagi bo'lgan bolalar, og'ir tashxisli bolalar bilan qanday ishlash mumkin? Navbatdagi podkastlarimizda ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Bugungi Mening hayotim mening qo'limda deb nomlangan haqiqat shouimiz mehmoni psixolog, logoped Fotima Umarova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Avvalo taklif uchun yo'q demasdan kelganingiz uchun minnatdorlik bildiraman va ishonaman bugungi suhbatimiz hammaga manfaatli bo'ladi. Sizga ham taklif uchun rahmat. Fotima, bugun men siz bilan dildan, qalban suhbatlashmoqchiman, chunki men sizni rosa o'rganib chiqdim va haqiqatdan 13 yildan beri bolalar bilan ishlash, yana o'sha duduqlanayotgan yoki nutqida ba'zi bir nuqsonlari bolalar bilan ishlash qanchalik og'ir ekanini bilaman, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan siz o'z kasbingizga mehr bilan shu yo'lda faoliyat olib borayotgan ekansiz. Keling, aynan mana shu yo'nalishni tanlashingizga nima turtki bo'lgan? Shu haqida gapirib bersangiz. Avvalo, har bitta insonni hayotida o'zini taqdirini topishda, o'zini yo'lini topishda ota-ona avvalambor sababchi bo'ladi. Mani onam 20 yillik logoped bo'lib ishlaganlar maktabda va ularning ish jarayonlarini men ko'rganman, kuzatganman, ularga havas qilganman va onam meni shu yo'lda, shu kasbga yo'naltirganlar. Demak, avloddan avlodga o'tib kelayotgan kasb desak bo'ladi. Albatta. 13 yildan beri faoliyat olib borayotgan ekansiz. Siz asosan individual konsultatsiyalar berar ekansiz. Va nega aynan individual konsultatsiyalar bilan shug'ullangansiz shu paytgacha? Va ayni paytda niyatingiz psixologiya yo'nalishiga butkul o'tib, farzandlarni nafaqat o'zlarini, balki onalari bilan treninglar olib borish, ular bilan onlayn webinar darslar olib borib, bu yo'lda nafaqat bolalarga, balki onalarga yordam berish maqsadingiz bor ekan. Albatta. Men 13 yil davomida ishlab, turli xil diagnozli, tashxisli bolalar bilan ishladim. Shunda nutqida ancha kechikishi bo'lgan bolalar hozir juda ham ko'p. Duduqlanish tashxisli, autizm, ZPR tashxisli bolalar juda ham ko'p. Ular bilan ishlash jarayonida shuni ko'rdimki, onadagi o'zidagi bolaga nisbatan tuzalib ketishiga nisbatan yaxshi bo'lib, odamlarni, bolalarni qatoriga, tengqurlari qatoriga qo'shilib ketishiga qarashlari onada o'zida ishonchsizlik bor. Onani o'zida holatida, oilaviy sharoitlarda nosog'lom muhit bor. Mana shularning ta'siri bolaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Va boladagi o'zidagi ishonchsizlik, onadagi ishonchsizlik deb bildim va men kuzatishlarim jarayonida onani ichki holatini tuzatmasdan turib, onani o'zidagi ruhiy holatini to'g'rilamasdan turib, bolaga ta'sir qilish qiyinroq. Chunki bola bilan shug'ullanamiz, ayniqsa duduqlanish tashxisidagi bolalar bilan shug'ullanganimizda bola sog'lomlikka erishadi. Duduqlanish bartaraf bo'lgandan keyin, yana ma'lum vaqt o'tgandan keyin bolada yana qaytalanish mumkin. Buning sababi oilaviy muhit, avvalambor jamiyat hamda onaning ichki ruhiy holati. Onada o'zida qo'rquv, xavotir, o'zini hislarini ko'rsata olmaslik bo'lsa, bu bolada akslantiradi. Ya'ni bola onani 16 yoshgacha bo'lgan farzand bolaning ichki holati, ya'ni onani ichki holatini sezib turadi va o'shani ko'rsatib beradi, xuddi akslantirib berayotgandek. Lekin ko'p onalar buni tushunmaydi. Shu ishlash jarayonida shuni ham tushundimki, biz ko'proq bolaga urg'u berar ekanmiz, bolani tuzatishga, bolani nutqini yaxshilashga, bolani nutqini chiqarishga qaratar ekanmiz. Lekin ko'pchilik logopedlarni ayta olaman,
onaga ahamiyat berilmaydi. Ishoning, tuzaladi, yaxshi bo'lib ketadi deyiladi, lekin ona bilan, onani ichki holati bilan ishlanmaydi. Va meni endi bu yog'iga ish tajribamdan kelib chiqib maqsadim bola bilan ishlash jarayonida ona bilan kompleks ravishda ishlash. Shundagina yana ham yaxshiroq natijaga erisha olamiz. Judayam zo'r. Men o'zi bu intervyularimizni nomini mening hayotim mening qo'limda deb nomlashimdan maqsad aynan psixolog, ekspert, blogerlar bilan suhbat jarayonida bizni tinglab turganlarga, umuman barcha insonlarga har bir insonni hayoti o'zini qo'lida ekanligini ochib berish va haqiqatni ochib berish. Siz psixolog sifatida aynan mening hayotim mening qo'limda degan iboraga qanaqa munosabat bildirasiz va o'z faoliyatingizda aynan mana shu mening hayotim mening qo'limda degan ibora asosida o'zingizga bog'lagan paytda sizni hayotingizda qanday o'zgarishlar bo'lgan? Qachon siz o'z hayotingizni mas'uliyatini o'zingiz qo'lingizga olganingizda sizni hayotingizda katta o'zgarishlar boshlangan? Va yana bir narsani aytdingiz, kecha suhbatimizda qanchadir muddat maktabda ishladim, lekin vaqtinchalikka maktabdan ketib chetda ham ishlab ko'rdim dedingiz. U jarayonda sizda qanaqa natijalar bo'ldi? Shu haqidagi fikrlaringiz menga qiziq va albatta bizni ko'rib turganlarga ham qiziq. Albatta o'zimni 10 yil oldin tasavvurimda men hozirgi Fotima darajasiga o'tirmagan bo'lardim. Chunki 10 yil holatim oddiy ishlab yurgan inson, ayol, uy bekasi, ona, kelin o'zini vazifasini bajarib yurgan, har bitta etapida bajarib yurgan, lekin u davrda menda ham o'zimga yarasha ichki nizolar, o'zim bilan o'zim kelisha olmaslik holatlari, oilaviy munosabatlardagi qiyinchiliklar, farzandlar bilan munosabatlarimdagi qiyinchiliklar, ularni tushuna olmaslik, ularni qabul qila olmaslik, ularni xarakterini qabul qila olmaslik. Shu bilan birga o'zimdagi holatim tushib ketishi, ruhan holatim tushib ketishi, bu to'g'ridan to'g'ri o'zimni ish faoliyatimga ham ta'sir qildi. So'ng o'zimni ustimda ishlab, o'zim ustida rivojlanib o'sish jarayonida shuni tushundimki, insonni keyingi holati o'zini qo'lida, qanaqa yashashi o'zini qo'lida. Hech kim sizni hayotingizni to'g'rilab bera olmaydi. Hech kim sizni o'rningizga uxlamaydi, hech kim sizni o'rningizga ovqat ham yemaydi. Siz qoningiz to'q yurishi uchun ovqat yeysiz, dam olishingiz uchun uxlaysiz. Shu o'rinda rivoj ham. Kelgusi hayotda o'rningiz bu hayotda qanday bo'lishi ham sizni qo'lingizda. Agarda ko'nikib, sabr qilib, shu holatga ko'nikaman, yashayman, peshonamga shu yozilgan ekan deb yashab o'tish ham mumkin. Lekin chiroyli natijalar bilan o'zidagi nisbatan bahosini ko'targan holda, atrofga nisbatan munosabatini o'zgartirgan holda ichki xotirjamlikda yashash ham mumkin. Bu albatta ilm olish bilan, o'rganish bilan, hattoki mayli kurslarda o'qimang, mayli biror bir ustozni olmang, hattoki kitob o'qish bilan ham nimanidir o'rganish, nimanidir tushunish mumkin. Lekin anglash muhim. Qayerda nima xato borligini, o'zimizda qayerda nima kamchilik borligini, qanday to'g'rilashimiz mumkinligini anglab tushunib yetish kerak. Va shundagina o'rganib, izlanib o'zingizni ichki holatingizni o'zgartirsangizgina atrof o'zgaradi. Atrof sizni oynangiz. Siz ko'zgudan nimani ko'rsangiz, yuzingizga dog'ni ko'rsangiz, o'sha dog' sizni ichingiz. Atrof insonlar akslantirib beradi. Shu o'rinda men maktabda 10 yil ishlagan joyimda men o'zimni kengaytirmoqchi bo'ldim. O'zimni rivojlantirish yo'limda, o'zimni o'rganish yo'lida men maktabda faqatgina tug'ish kamchiliklari bo'lgan bolalar, duduqlanish tashxisidagi bo'lgan bolalar, qisqa tashxisli bolalar. Men istadim o'zimni rivojlantirgandagi meni qobiliyatlarim ochildi. Meni imkoniyatlarim
kengaydi. Man istadim ko'proq bolalarga foydam tegishini. Yana qanaqa tashxisdagi bolalar borki, o'shalarga yordamim tegsin degan maqsadda o'zim ustimda yana ishladim. Og'ir tashxisli bolalar bilan qanday ishlash mumkin? Hozir bilasiz, zamon tezlashib boryapti. Yangi texnologiyalar, yangi metodikalar chiqib kelyapti. Hattoki oddiy o'qituvchini maktabda dars berish uchun ham yangidan yangi tobora texnologiyalar, metodikalar ishlab chiqilyapti. Men ham o'zim sohamda, logopediya sohasida yana qanday yangi metodikalarni o'rganishim mumkin, yana qanday yordam berishim mumkin degan maqsadda o'zim ustimda ishladim, ustoz topdim. O'shani metodikalarni o'rgandim. Autizm tashxisli, ZPR, ZR, ya'ni nutqi kechikkan bolalar, autizm tashxisli bolalar bilan qanday ishlash mumkinligi haqida o'rgandim. Va men bularga ham yordam berishim kerak degan maqsadda ishlab turgan faoliyatimdan ketib xususiy maktablarga, xususiy o'quv markazlariga joylashdim. U yerda mana shunday tashxisli bolalar bilan ishlab, ulardagi onalardagi ko'rgan quvonchni, o'zgarishdagi natijalarni ko'rib, o'zim ham tobora qilgan ishingiz, mehnatingiz ko'rinadi-ku. Tobora ishlagingiz keladi, tobora yana qilgingiz keladi. Onalar xursand, bola xursand. Lekin shu o'rinda bor ora-orada onadagi ishonchsizlik natijasida boladagi ozgina yaxshilanish kechikadi. Men shu yerda ishlaganimda bildimki, onani tuzatmasdan turib, onaga ham yordam bermasdan turib, bolani rivojini tezlashtirish mumkin emas ekan. Shuni maqsadida men o'zimni rejalarimni, o'zimni maqsadlarimni oldimga qo'ydim va shu yo'lda ishlashni boshladim. Telegram kanallarimda primoy efirlar, ya'ni jonli efirlar qilishni boshladim. Hozir juda ham ko'plab efirlarni o'tkazdim, konsultatsiyalarni olib bordim. Shu o'rinda bitta misol keltiraman. Jonli efirlarimizdan birida bolani shikoyati, onasi shikoyat qildi bolasi bo'yicha. Bolam qo'rqadi, bolam duduqlanadi, qo'rqib gapiradi, shuni evaziga duduqlanadi. Xo'p, bu duduqlanish qo'rquv oqibatida, xavotir oqibatida kelib chiqqan. Bolangiz 10 yoshda, 10 yoshdagi bola sizni holatingizni akslantiradi. Siz nimadan qo'rqasiz? Deganimda to'g'ridan to'g'ri savol berganimizda javob shu: men Allohdan qo'rqaman, gunoh qilishdan qo'rqaman. Mana shu qo'rquv, ichki qo'rquv, Allohdan qo'rqish emas, Allohga ishonish. Alloh hamma narsaga qodir. Mana shu bola orqali Alloh onani rivojlantirishi mumkin. Men ko'plab ayollarni bilaman, autizm tashxisidagi bolalarning onalari, shu bolam qanday tuzatsam bo'larkin, nima qilsam jamiyatga qo'shilarkin, chunki autizm tashxisli bolalar jamiyatdan o'zini tortadi. Nima qilsam jamiyatga qo'shsam bo'ladi, nima qilsam shu bolamdan uyalmayman degan maqsadda o'zi izlanadi. O'zi izlanadi, kurslarda o'qiydi, bolasi bilan uyda shug'ullanadi. Bor bunday onalar va o'zi shunday markaz ochadi. Mendek farzandi bor ayollar, onalar, ularga ham foydam tegsin. Ular ham bilsin bolasi tuzalishini yoki yengillashishini, jamiyatga qo'shish imkoni borligini tushunsin, his qilsin degan maqsadda o'zligi markaz ochishadi. Bunday onalar juda ham ko'p. Hozirgi kunda juda ham ko'p, chunki odam o'zi o'tkazgan narsasini o'zi his qiladi. Qanaqa qadamlardan o'tganini o'zi biladi va shuni boshqalarga ilinadi. Boshidan o'tmagan tabib emas deydi bu. Ana o'shaning uchun o'shanday onalar Alloh nima uchun bunday farzand berganini anglab yetadi. Nima uchun unga shunday farzand berildi? Men o'sha efirlaringizni men ham eshitib chiqdim. Haqiqatdan ham bu efirlarda men shuni angladimki, siz individual konsultatsiyalaringiz juda ham zo'r o'tasiz. Mana shu jonli efirlardagi savol-javoblarda ham siz shunaqangi chiroyli ochgansiz. Men angladimki, siz uzoq yildan beri individual konsultatsiyalar o'tganingiz uchun bu ayolni bittalab erinmasdan ildiziga tushib, nima muammo, o'zingizda qanaqa savol, ichingizda nimalar bor deb oxirigacha savol-javob qilganingizni ham eshitib chiqdim-da. O'sha uchun ham haqiqatdan ham sizda individual konsultatsiyalar juda ham zo'r olib borilar ekan.
Endi savol, mana shu individual konsultatsiyalar olayotgan bolalarda o'zgarishlar zo'r deb aytyapsiz. Bu necha marta bo'lishi mumkin? Onalar olib kelganda mana shu individual ishlash yo ona bilan yoki bola bilan yoki baravariga ishlash o'zingizni faoliyatingizdan kelib chiqib bizni ko'rib turganlarga necha marta bo'lishi kerak deb tavsiya qila olasiz? Bu individual ravishda bolani holatiga qarab, bolani tashxisiga qarab. Bir xil tashxisli bolalarda bu 6 oydan cho'zilishi mumkin. Individual ravishda ma'lum miqdorda, ma'lum kunda deb ayta olmayman. Chunki bola bilan gaplashganda, ona bilan gaplashganda, uni oilaviy muhitini o'rganganda sizga mana shunday tavsiya berishi mumkin. Shuncha muolaja, shuncha mashg'ulotlar, shuncha terapiyalardan so'ng sizni farzandingizda natijalar bo'lishi mumkin deb ayta olishimiz mumkin. Faqatgina u bilan gaplashgan holda individual bolani o'zi bilan shug'ullangan holda ko'rinadi. Chunki agar bolada o'zi xohish bo'lmasa, intilish bo'lmasa, bu narsa natijasi sekin bo'ladi. Bu narsada bolani ona ruhlantirib turish kerak. Bolasiga qarab, senda o'zgarish bor. Qara, voy bugun qanaqa gapirding? Qara, bugun duduqlanmading? Qara, bugun mana bu so'zni o'rganding? Shular bilan rag'batlantirib, muloqot yo'qligidan, bola bilan muloqot yo'qligidan nutqi kechikishi bo'ladi. Onasidan qo'rqqanidan, atrofdan qo'rqqanidan bolada duduqlanish bo'ladi. Sabablar juda ham ko'p. Ko'proq muloqot kerak. Hozir onalar to'g'ri aytamiz, bu og'riqli joyimiz onalar farzandlariga telefon, gadjetlarni berib qo'yishlari, chaqaloqligidan hattoki televizor qarshiga o'tkazib qo'yishlari, ishini qilib olishi, shu jarayonda ular ishlarni qilib olishadi, o'zini ovqatini, uy yig'ishtirishni qilib olishadi. To'g'ri, ularni tushunamiz, lekin ayniqsa bolani tili chiqmagungacha, nutqi chiqmagungacha ko'proq bola bilan birga ona vaqtini o'tkazish kerak. Sayrga chiqsin, atrof bilan tanishtirsin. Masalan, men o'zim 5 yoshlik farzandim bor. 5 yoshlik farzandimda endi nutqi chiqish davrida holatini kuzatdim, kechikish bo'ldi. Nutqida biroz kechikish bo'ldi. Bu individual, bu ham atrof ta'sir qiladi. Men o'zimni o'rgandim shu jarayonda. Dekretda bo'lamiz, uyga o'ralashib qolamiz. Men nima qildim hozir? Bolam nutqida kechikish bo'lyapti. Oldingi bolalarim 1 yoshdan so'zlarni ayta olgan bo'lsa, bu bolamda 2 yosh bo'lyapti, so'z lug'ati kam oldingilarimga nisbatan. Keyin o'rgandim, o'zimni tahlil qildim. Men ko'proq bolamni yotqizib qo'yib, ko'proq o'zi bilan o'zi o'ynatib qo'yib, o'zimni uy ishlarim bilan mashg'ul bo'ldim. Bu menda ham bo'ldi. Va men bolamga ko'proq vaqtni ajratishni boshladim. Bog'chaga berdim, chunki bog'cha ham bolani muloqotga olib keladi. Chunki bolani gapirayotganini ko'radi, tengdoshlari gapirayotganini ko'radi-da, u ham nimadir gapirishga intiladi. Va bolamda o'zgarish boshladi. Sekin-sekin bolamni bog'chadan olib kelayotganda ko'cha bilan tanishtirdim, gullarni hidlatdim, nafas mashqlari bor, o'ziga yarasha his qilish, quloq eshitish, qo'y, qo'zilarni, tovuq xo'rozlarni ovozlari eshitilardi. Qanaqa ovoz kelyapti? Taqlid usulidan foydalandim. O'zim qaytardim, u qaytardi. Tobora shunaqa qilib lug'at boyligi ko'payib, nutqi tengdoshlari qatoriga keldi. Mana shunaqa qilib onalar ham bola bilan ko'proq vaqtini o'tkazsa, bola bilan ko'proq gaplashsa, nima istayapsan, nima xohlayapsan, buni yeysanmi, uni qilasanmi, tanlov bersa, shunda bolada o'ziga nisbatan ishonch, unga nisbatan hurmat ham bilinadi, sezadi va men onamga kerak ekanman, men onamga gapira olar ekanman. Ko'pchilik onalar farzandi nimadir gapirishni istasa, o'chir ovozingni, yum og'zingni, yig'lama degan dakkilarni berishadi. Bu bolada men onamga gapirishim mumkin emas ekan. Bola men agar onamga gapirsam yoqmas ekanman, gapirmasam yoqar ekanman deydida, gapirmaslikni orasiga kirib oladi. Shunda duduqlanish paydo bo'ladi. Mana shu holatlarni bartaraf qilish uchun ham men onalar bilan ishlashni maqsad qildim.
zo'r. Men hozir sizni eshitib o'zimni bolalarim kichkinalik esimga tushib ketdi. Katta qizim har doim aytadi, eslaydi hozir ham. Oyijon eslaysizmi deydi. Qachon yoningizga borib qanaqa savol bersam javob berar edingiz deydi-da. Menda qanaqa odat bo'lardi? Hozir aytganingizdek ishimiz ko'p ayollarning. Juda ishimiz ko'p. Allohga shukr, baribir uy bizani vazifamiz. Men ish jarayonida ham gaplashib ish qilaverardim. Albatta. Mana shuni maslahat berardigan onalarga. Masalan, mayli siz pilisos qilyapsizmi? Ha, bolam nima demoqchisan? Gapirma, eshitaman yoki boshqa ishmi? Hozirgi bolalar qaynar buloqchalarda haqiqatan ham ularning savollari ko'p bilgisi keladi. Va ish jarayonida ham masalan biz ular bilan suhbatlashsak, yana ham zo'r bo'ladi. Va hozir siz aytgan o'sha onalar bilan shug'ullanishni xohladim degan kursingizni ham tanishib chiqdim-da. Va baxtli ayol formulasi deb nomlanadi, adashmasam. Baxtli ayol formulasiga kiritgan dasturingizni, mavzularingizni tanishib chiqdim. Menga juda ham yoqdi, juda ham ko'p narsa kiritgansiz. Shu haqida ham ozroq gapirib bera olasizmi? Aynan mana shu kursni tanlaganingiz, nega bunday nomladingiz va ichidagi, chunki u yerda ko'rdim men ustanovkalar bilan ishlash, ong osti xulosalari, aynan aql qanaqa ishlaydi, ong qanaqa ishlaydi, hammasini chiroyli qilib dasturlab mavzularga bo'lib chiqqansiz. Shu kursingiz haqida ham bizni eshitib turganlar eshitsa yaxshi bo'lardi, chunki aynan farzandlari qiynalib turgan yoki endigina duduqlanish boshlanayotgan onalar bo'lishi mumkin. Ular o'qib olsa sizda menimcha juda ham zo'r bo'ladi va bilishimcha bu onlayn kursi. Onlayn respublikamizda har qanaqa nuqtasidan turib bu kursda ishtirok etsa bo'ladi. Albatta. Shu kursingiz haqida gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Bu kursda men jamlaganman ko'proq ma'lumotni. Sababi inson yaralibdiki, vaziyatlar beriladi unga. Vaziyatlarni insonlar muammo deb qaraydi, biz psixologlar vaziyat deb qaraymiz. Muammolar beriladi. Muammo insonga nima uchun beriladi? Uni rivojlantirish uchun, uni o'sishi uchun. Lekin ko'pchilik insonlar bu muammoga nimaga menga bu muammo berildi? Nima qildim? Aybim nima? Nima xato qildim deb norozichilikka kirishadi. Norozilik yana norozichilikni olib keladi. Shunda men mana shu norozichiliklarni bartaraf qilish maqsadida, insonlarda rozichilikka olib kelish maqsadida etapma-etap 3 oylik kurs. Shu kursda avvalambor inson bu dunyoga nima uchun keldi? Nima maqsadda keldi? Alloh uni bu yerga nima uchun yubordi? Yonidagi jufti nima uchun keldi? Uni farzandlari unga nima uchun berildi? Shuni anglash. Hamda hozirgi vaziyatimizdagi insonlardagi muammolardagi holatlardagi ularning ichki hislarida ularda er-xotin munosabatlarida o'zini keraksiz his qilishi, qadrsiz his qilishi, qo'rquv hislari, xavotir, kelajakdan xavotir hislari, buni oqibatida turli kasalliklarni o'zlariga orttirib olishlari. Mana shu hislar bizga qayerdan kelgan? Avvalo shuni ko'rib chiqish. Albatta bolalikdan. Bolalikka borib, bolalik davrlariga borib taqaladi. Bolalikda ko'plab boyaga aytganimizdek, ona farzandiga o'chir ovozingni degani o'zida bola bir his oladi, keraksizlik hissini. Umri davomida bu bola katta bo'lsa, men gapirishim mumkin emas. Menga ruxsat bersa gapiraman deydi. Va u muloqotga kirishishga, odamlar orasiga kirishishga, gapirishga qo'rqadigan bo'ladi. Yoki-da farzandini aralashmay tur, chiqib ket, bor yoki qanaqadir muhitda uni sharoit shunaqa bo'ldiki, tashab ketdi onasi, ishga tushib ketdi. U bola u katta emas. U bolalarga tushunadi. Onam meni tashab ketdi deb tushunadi. Men keraksiz ekanman deb tushunadi va uni hayotida keraksizlik hissini beruvchi vaziyatlar, turmush o'rtog'i xiyonati, turmush o'rtog'ini tashlab ketish, xiyonat hissini tashlab ketish, keraksizlik hissini his qilib boradi. Chunki boshida bolalikda mana shu hisni olgan. Lekin bola bo'lib buni tushungan, anglamaydiki, u o'sha davrda qotib qolgan. Ya'ni bola pozitsiyasida yoshi nisbatan 40-30 yoshda bo'lishi mumkin, lekin ichki holati uni hali bola 5-6 yoshlik bola davrida
qaysi davrda buzilish bo'lgan, qaysi davrda og'riq olgan bo'lsa, o'sha davrda u qotib qolgan, ya'ni o'smagan, yetuk holatiga yetmagan. Mana shuni anglatish maqsadida qaysi davrda siz qotib qoldingiz, qaysi davrda sizni og'riqlaringiz bor, shu davrni topib, o'sha davrda siz bola edingiz, bolalarcha fikr qilgansiz degan holatda o'sha xulosasini onangiz tashlab ketmagan, onangiz manaqa holatda bo'lgan deb boshqacha qarashni ko'rsatish maqsadida o'zgartirilsa, xulosa, ya'ni o'sha paytda xulosa bu ustanovkalarimiz. Man keraksiz ekanman degan xulosani oladi. Man yaxshi bo'lsam, man jim o'tirsam, onamga yoqar ekanman degan xulosani oladi. Kerakli bo'lish uchun hamma o'zini isbotlab yashaydi. Kerakliligini isbotlab yashaydi. Hozir ko'pchilik kelinlar hamma narsaga o'zini uradi. Maqtov eshitgisi keladi, atrofdan yaxshi gap eshitgisi keladi, lekin baribir eshitmaydi. Nimaga men shuncha harakat qilyapman, bo'lmayapti. Hamma narsa qilyapman, tinmayapman, bo'lmayapti. Bu ichki holat. Ya'ni o'sha davrda, bolalik davrida unda bir og'riq bo'lgan. Mana shu og'riqni ko'rsatib bilish, mana shu og'riqqa boshqacha nazar bilan qaratishni mana shu kurs jarayonida ko'rsatiladi. Ya'ni ustanovkalarni, xulosalarni o'zgartiriladi va yetuk davrga kelinadi. Yetuk davrga kelib, munosabatlar yaxshilanishni boshlaydi. Atrof bilan o'ziga nisbatan ishonchni oshirishni boshlaydi. Ya'ni atrofdagilar uni qabul qiladi. Chunki u o'zini qabul qildi. Chunki u o'zini o'rgandi, o'zini tushundi, endi atrof uni tushunishni boshlaydi. Har doim aytaman, atrof bizni aksimiz. Biz qanday bo'lsak, atrof bizga shunday. Shuning uchun bu kursda asosan o'zini rivojlanish, bolalikdan chiqish, yetuklikka olib chiqish maqsadim. Shuning uchun barchangizni mana shu kursda o'qishingizni, ayniqsa og'ir tashxisli farzandlari bor ayollar uchun, er-xotin munosabatlarida ziddiyatlarga kelayotgan ayollar uchun, o'smir yoshdagi farzandi bor, ya'ni 16 yoshdan katta farzandi bor onalar uchun, ular bilan ham bu davrni ko'proq o'rganishlari kerak, farzandlarni bu davrlarni ko'proq o'rganishlari kerak. O'shalar uchun maslahat bergan bo'lardim. Kursda qatnashib onlayn bo'ladi, o'qishlarini ancha o'zlarini tushunib oladilar, murosaga kelishadi, atrof bilan munosabatlar o'zgaradi, hayot darajalar o'zgaradi, muammolar berilaveradi, lekin muammoga qarash o'zgaradi. Zo'r, judayam zo'r. Demak, bu kurs aynan onalar uchun yoki turmushga chiqmaganlar ham o'qib olishi mumkin. Albatta. Chunki ular ham ertaga farzandli bo'ladi. Albatta. Va eng asosiysi siz o'sha og'riqli holatdan xotirjamlik holatiga o'tkazib berish ularni holatini. Chunki ko'p hozir yoshlarda turmushga chiqish qo'rquvi bor. Yaqinda bir inson, erkak kishi, yigit murojaat qildilar. Yozdilar, yoshim 25 da, hali bo'ydoqman. Turmush qurishdan qo'rqaman. Sababi ota-onamni uydagi holatida men faqat janjal ko'rganman. Otam faqat onamni urgan, onamni azob bergan. Men otamdan nafratlanaman. Men otamni yomon ko'raman. Lekin u otam. Onam kechir deydi. Kechiraman, mayli, lekin men o'zim uylanishdan qo'rqaman. O'zim ham otamdek kimgadir baqirib yuboryapman, kimgadir qo'limni ko'tarib yuboryapman. Kelajakda ayolimga men ham shunaqa onamdek ta'zir o'tkazishdan qo'rqaman. Mana o'sha unda ustanovka bor. Oila qurishga qo'rquv bor. Oila qura olmasligi ehtimoli ham katta. Oila qursa otasini hayotini takrorlash ehtimoli ham katta. Mana shu insonga men tavsiya berdim, konsultatsiyaga kelib, konsultatsiya jarayonlarida biz nima uchun bunday bo'lganini, asli tagi sababini ko'rib va ularga kerakli terapiyalar qo'llaniladi. Terapiyalar albatta kerak bunaqa holatlarda, chunki bu ustanovkalarning xulosalarini o'zgartirish uchun individual terapiyalar o'tkazaman. Individual terapiyalarda o'sha yoshga nisbatan, o'sha yoshga borgan holda, o'sha og'riqqa borgan holda bir bor yashab keyin o'zgartirish kerak bo'ladi. Shunda xulosa o'zgartirsa, bu insonda ham oila qurishdan qo'rquvi ketadi va ayoliga nisbatan munosabati, yaxshi munosabatni qilishi mumkin bo'ladi.
mana shu sizni sohangizda duduqlanish, kech gapirish, nutqini ravon bo'lmasligini ko'pincha hissiyotlar bilan bog'liq deb atashadi va mana shu hissiyotlarni boshqarish bo'yicha bironta bir amaliyotingiz bormi yoki bu qanchalik to'g'ri? Hozir anchagina gapirdingiz, aynan mana shu ularda hislar qolib ketishini, o'sha bolalikdan har xil qo'rquv, ikkilanish, gapirmaslik degan hislarni gapirib berdingiz. Endi mutaxassis sifatida bironta amaliyotingiz bo'lsa agar biz bilan bo'lishsangiz yaxshi bo'lardi. Albatta. Zigmund Freyd psixoanaliz yo'lida juda ham katta tajribalarni yo'lini izlab topgan. Bolalarni o'rganish jarayonida, psixoanaliz jarayonida boladagi har bitta yosh davrida o'ziga yarasha hislar bo'ladi. Bu hislar bo'lishi tabiiy, lekin uni to'g'ri yo'naltirish, to'g'ri yetkazish kerak, chiqazish kerak. Ya'ni bolada o'zini yosh davrlariga nisbatan o'sha davrlarda bolada qo'rquv, atrofdagi insonlardan qo'rquv hislari bo'lsa, gapirishdan qo'rquvlari bo'lsa, ota-onasiga nisbatan ta'ziqlari, ya'ni ota-ona unga nisbatan ta'ziq, taqiqlar o'tkazsa, u albatta qo'rqadi. Mana shu jarayonda bolaga nisbatan boshqacha munosabat qilish kerak. Ya'ni hislarni boshqarish uchun avvalambor bolaga 6 yoshgacha ona ko'proq uni maqtashi, ko'proq uni kerakliligini his qildirishi, gapirish jarayonida to'xtatmasligi, nimaiki gapirmasin, nimaiki chiqazmasin, почемучка davri bo'ladi. Hamma narsani bilgisi keladi. Qatdan keldim, men qanaqa tug'ildim degan holatlarda uni to'g'ri yo'naltirish, to'g'ri javob berish. Sen hali kichkinasan, bilishing shart emas degan javob emas. Hazil, qiziqtirish bilan aytish mumkin bolalarga. Va yana birga o'ynash. Bola onani ko'radi, onani his qiladi. Ona xursand yursa, bola xursand bo'ladi. Chunki agar ahamiyat bersangiz, bolasini uyg'otish jarayonida ertalab tongda bolasini maktabga yoki bog'chaga uyg'otganda ona kayfiyatini ko'radi. Shundoq qaraydi onasiga. Bundoq qaraydi, agar qovog'i sal настроенияsi bo'lmay uyg'ongan bo'lsa, onasi ham bola his qiladi-da, men hozir gapirmasam kerak, gapirishim mumkin emas ekan degan o'zini bosadi, hissini bosadi, emotsiyasini chiqarishi, xursand bo'lishi. Yaqinda masalan o'zimni bu farzandimda ham men tushuntiraman. Kayfiyatlar har xil bo'ladi. Har xil holatda bo'lamiz. Meni kayfiyatim tushgan paytda bolam meni oldimga kelib, "Oyi, men bunaqa" deb tursa, menga o'sha paytda yoqmay qolsa, men bolamga aytaman, "Farzandim, o'g'lim, hozir meni kayfiyatim biroz tushgan. Seni xafa qilib qo'yishim mumkin." Gapirib, seni xafa qilib qo'yishim mumkin. Shuning uchun kel birozdan keyin men sal o'zimga kelib olay, keyin sen bilan o'ynaymiz. Keyin sen eshitaman. Xo'p deydi. Tushunadi va aylanib birozdan keyin keladi-da, keyin bundoq qaraydi, ko'zlarimga qaraydi-da, agar ko'zlarim kulib turgan bo'lsa yoki kayfiyatim sal ko'tarilgan bo'lsa, bemalol erkin gapira oladi. Ya'ni erkin fikrini ayta oladi, birga o'ynaymiz. Mana shunaqa qilish kerak. Men onalar uchun nima bermoqchiman? Tavsiya ko'proq bolani his qilishini. Kayfiyatini his qilishini. Ko'chadan yoki maktabdan kayfiyatsiz keldimi, so'rashini. Nima bo'ldi bolam? Kim xafa qildi? O'rtog'im bilan urushdim. Aqlan gapiravermasdan qalban his qilgan holda his qilishini. Ha deb masalan srazu gapga o'tib ketmasdan kuzatib chetdan nimada urushdim bolalar bilan desa, o'zing aybdordirsan de, o'zing bir nima qilgandirsan de deb bolaga ayblash tomkalladi. Aybdorlik hissini oladi bola. Mana o'sha his oldi aybdorlik hissini. Bu yerda nima bo'ldi bolam? Mayli do'sting xato qilib qo'ygandir. Yaxshi tomonini ko'ra olish. Yaxshi tomonini ko'rsatib berish. Ijobiylikka urg'uni beraverish. Ko'rsatib berish. Yaxshi tomonini ko'rsatish. Masalan, ota ishdan keldi, kayfiyatsiz holatda keldi-da. Kayfiyatsiz holatda kelgan erkak qanaqa bo'ladi? Tasir qiladi, baqir-chaqir, taqir-tuqir qiladi-ku. O'shanda bolaga shunaqa aytish kerakki, bolam,
hozir adingni jahllar biroz chiqib turibdi, kayfiyatlari yo'qroq. Birpas turib keyin sag'al o'ynatib kayfiyatlari ko'tarilsin, qornlari ochganda kayfiyatlari ko'tarilsin, keyin gapirasan, keyin fikringni aytasan, keyin savolingni berasan. Ona shuni tushuntirib bilish kerak. Masalan, ko'pchilik buvilar bilan yashaymiz, do'dalar bilan yashaymiz. Ular qarigan, ular ko'p bosqichdan o'tgan, o'zini davri, o'zini kechinmalari bor. Jahldor bo'lib qolgan bo'lishlari mumkin. Nimadir yosh boladek yoqmaydi, nimadir gap so'zlar yoqmaydi, bolani, navarani qiliqlari yoqmasligi mumkin. Bular ham jerkishi mumkin yoki qanaqadir gaplari yoqmasligi mumkin. Shu holatda bolaga tushuntirish kerak. Buvingdan xafa bo'lma. Buving senga to'g'ri, yaxshi bo'lsin deb gapiradilar. Senga yaxshi bo'lsin, kelajagingga foyda bo'lsin deb aytdilar. Xo'p degan, lekin buvingdan xafa bo'lma. Buving ancha qiyinchiliklarni ko'rdi. O'zidan kelib chiqib, to'g'ri hozir shunaqa bo'lmasligi mumkin, lekin buvingni maslahatiga xo'p deganda o'zingni kelajagingga shuni bir amal deb bilgan deb buvisini yaxshi tomonini ko'rsatish kerak. Lekin ko'pchilik kelinlar, onalar bor bunaqa holatda. Buving gapiraveradi, qo'y, buving shunaqa odam, buving bunaqa deb buvi yoki do'dasini yomonlab ko'rsatishlari mumkin. Shunda u bola buviga nisbatan, katta insonlarga nisbatan hurmatsiz bo'lib ulg'ayadi. Atrofga, ko'chaga chiqsa, qarilarni hurmat qilmaydigan, joy bermaydigan, masalan, yo'ldan o'tkazib qo'yishi, uni qiyinchiliklariga yengillik beradigan inson bo'lmaydi. Mana shu achinarlisi, bunday bolalar kelajakda ota-onasiga ham rahmi kelmay qolishi mumkin. Albatta. Chunki bola ko'radi buvisini hurmat qilmayotgan onani va u ham kelajakda bu bo'ladi. Bu ona buvi bo'ladi. Buni farzandi ham bunga nisbatan shunaqa munosabat qilganda mana shunda biladi. O'sha munosabatni baribir ham qiladi. Chunki ko'rilgan sahnani bola baribir o'sha sahnani kelgusida qiladi. Shuning uchun qush uyasida ko'rganini qiladi degan maqol bejiz emas. Ayniqsa ota-ona farzandini oldida urushmasligi, farzandini oldida janjal qilmasligi, bir-biriga qattiq gapirmasligi kerak. Har xil nizolar bo'lishi mumkin, er-xotin o'rtasida munosabatda ziddiyatlar, kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Bu tabiiy. Lekin bu farzandga ta'sir qilmasligi uchun, farzandini kelajagiga ta'sir qilmasligi uchun, u ham shunday yashamasligi uchun, ayoliga shunaqa munosabatda bo'lmasligi uchun ham ota-ona o'rnak bo'lib berishi kerak. O'zini xonasida yoki alohida gaplashgan holda o'zidagi munosabatlarni to'g'rilab olish kerak, kelishib olish kerak. Shu narsani yo'lga qo'yish kerak. Chunki farzandning kelajagi ham ota-onani qo'lida. Albatta. Masalan, bo'lg'usi onalarga qanday tavsiyalar bera olasiz? Homiladorlik davridan mana shu ichidagi bolasi bilan yaxshi niyat qilib, yaxshi orzular qilib dunyoga keltirishda hikmat bor, to'g'rimi? Albatta. Sizni yo'nalishingizda aynan mana shunday eng og'riqli holatlar, duduqlanish, autizm, kech chiqishlarni oldini olishni imkoni bormi? Homiladorlik paytida ona to'g'ri fikrlab, to'g'ri niyat qilgan holda bunga qanday qaraysiz? Meni ham eng katta maqsadim shu, kelajak avlodda og'ir tashxisli har qanaqa, nafaqat logoped yo'nalishida boshqacha kasalliklarni ham oldini olish, kamayishiga hissa qo'shish. Bu to'g'ridan to'g'ri onani homiladorlik davriga, homiladorni rejalashtirish davriga boradi. Chunki homiladorlik davrida onada stress holatlari, jahl bo'lish, depressiya holatlari, norozichilik holatlari bo'lsa, bu homila his qiladi. Homila his qiladi va o'sha holatda homilaga ta'sir qiladi. Masalan, stress holatida yashagan ona yoki atrofga o'zini ehtiyojlaridan qondira olmagan, o'zini fikrlarini ayta olmagan ona shu holatda bolasini mani farzandimni qabul qilisharmikin, o'g'ilmi, qizmi deb kutgan ona o'zidagi ichki hislari bilan homilani ko'tarib yuradi. Bu to'g'ridan to'g'ri bolaga ta'sir qiladi. Janjal bo'lgan uyda eri yoki turmush o'rtog'i uni ursa,
homilaga ta'sir qiladi. 3 oylik davrigacha, homilani 3 oylik davrigacha bu bolani nutq zonasiga, ya'ni gapirish zonasiga ta'sir qilishi mumkin. O'sha joy aziyat chekishi mumkin yoki nimadir yetishmay qolishi mumkin. O'sha paytda qanaqadir moddalarni olish jarayonida, nimadir yeyishi kelganda, nimadir xohlaganda, dam olishni istaganda dam ola olmasa, qanaqadir homiladorlik davridagi ehtiyojlarni qondira olmasa, bu nutq zonasiga, harakat zonasiga ta'sir qilishi mumkin. Va bola tug'ilganda sog'lom tug'iladi, lekin u o'sish jarayonida o'zini gugulash davri bo'ladi, emaklash davri bo'ladi. Ana shu jarayonlarda bilinadi. Ana shu jarayonda kechikish ko'rinadi. Nima uchun? Sababi o'sha zonalarga zarar yetgan. O'sha zonalarga ta'sir qilgan. Sekin asta yuzaga chiqa boshlaydi. Bu sog'lom tug'ilgan bola deyishimiz mumkin, yig'lab tug'ildi, yaxshi deyish mumkin, lekin borib bu narsa sabab atrof bo'lib qolishi mumkin. Privivkalar, ya'ni muolajalar olishi mumkin, shamollashlar bo'lishi mumkin. Bu zonani zaiflashganini kuchaytirib yuborishiga sabab bo'lib kelishi mumkin. Va kechikish, qadam tashlashlar, yurishda kechikish, harakatda kechikish, o'zidagi tanaga nisbatan funksional jihatdan kechikishlar kuzatilishi mumkin. Nafaqat nutqiga, bu har tomonlama ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun aytaman, homilador ayollarga, homilador ayoli bor turmush o'rtoqlarga, ya'ni erkaklarga, qaynonalarga mana shunday holatda homilani to'g'ri rivojlanish uchun, kelajakda yaxshi, chiroyli, sog'lom farzandni voyaga yetkazish uchun homila davrini chiroyli, xotirjam holatda o'tkazishni tavsiya bergan bo'lardim. Homila dam olishi, homilador ayol o'z vaqtida uxlashi, o'z vaqtida harakatda yurishi, o'z vaqtida kislorod olishi, ya'ni tabiatda yurishi va bola tug'ilgandan keyin chillalik davri bejiz emas. 40 kun chillalik davrida ona bola bilan ko'proq vaqt o'tkazish, ya'ni yerda emas bolani qo'lingga olma, o'rganib qoladi. Bu mif, ya'ni bu narsani tavsiya bermagan bo'lardim. Bola ko'proq onani his qilish kerak, bag'rida bo'lish kerak, ko'proq ko'tarib yurish kerak, qo'lidan tushmasa ham mayli. Chunki bola himoyani his qiladi. U tashqariga chiqdi-ku, notanish muhit, u bilmaydi, u ichkarida bitta o'zi bo'lgan. U endi tashqariga chiqdi, atrofda har xil ovozlar, har xil tovushlarni eshityapti, har xil hislarni, terisiga sovuq, issiqni his qilyapti. Bola himoyani his qiladi, himoyani qidiradi. O'sha paytda unga faqat himoyani ona bera oladi. Ona shunda bag'riga bosib, uni borligini, uni himoya qiladigan insoni borligini his qildirsa, bola o'sha paytda 40 kunlik chillalik davrida himoyalangan bo'ladi. Mana shu davrda bolani qo'yib qo'yilsa, qo'y beshikka yotqiz, beshikda yotishi yoki anaqa ishini qilib boshqa ishlarni biz ham tug'ib ishlarni qilganmiz, yotmaganmiz degan ko'p qaynonalarning e'tirozlari bo'ladi. Yo'q, u davrda ham og'ir farzandlar bo'lgan. U davrda ham autizm tashxisli, ZPR tashxisli bolalar bo'lgan. Lekin bu jarayonga yengil qaralgan. Bu kasal nogiron bola deb ko'p bolalarni nogironlik uyiga topshirilgan. Shuning uchun ham bu narsa to'g'ri homiladorlik davrida va chillalik davri eng muhim jarayon, eng kerakli jarayon bolani rivojlanishi uchun deb bilaman. Judayam zo'r. Haqiqatdan ham mana shu 40 kun davomida onani mehriga to'ysa, menimcha bunday farzandlar bir umr mehrli bo'lsa kerak. Albatta, chunki himoyani his qilgan farzand autizm tashxisida u onasini himoyasini his qilmagandan keyin tashqaridan himoyalanish uchun o'zini qobig'iga kirib oladi. Va o'zini qobig'iga kirib, o'zini ichida o'zi bilan gaplashadigan, o'zi bilan muloqot qiladigan, o'zini himoya qiladigan bo'ladi. Chunki u atrofdan onasidan himoya his qilmayapti. Chunki onasini o'zi atrofdan qo'rqadi, atrofdan gapirishdan qo'rqadi, atrofdan o'zini qobig'iga kirib olgan ona. Shu bola uni ko'rsatib beradi va onani himoyasini his qilmagandan keyin u ham atrofdagi ta'sir, ya'ni privivkalar yoki boshqa ta'sirlar oqibatida unda autizm tashxislari kelib chiqishi mumkin.
Mana shularni oldini olish uchun ham ona o'ziga ahamiyat berishi, homiladorlik davriga iltimos shu narsani juda ham ko'p etardim, ta'kidlardim ham. Onalar, qaynonalar, qaynotalar farzandlarni, ya'ni homiladorlik davrida yangi tug'ilgan paytida shifokor ko'rigiga o'z vaqtida borishlari, nimaiki muolaja kerak bo'lsa o'sha muolajani qilishlari, farzand yangi tug'ilgan farzandni ko'rikka olib borib turilishi, onani ko'proq e'tibori, onani ko'proq ichki xotirjamligini yo'lga qo'yib berilsa, bola bilan muloqot qilinsa, ko'proq vaqt o'tkazilsa, mana shundagina biz kelajakda mana shunday tashxisli, nafaqat bunday, boshqa tashxisli kasalliklarni ham, bolalarni kasallanishini ham oldini olgan bo'lardik. Tajribangizda eng og'ir mijozlardan duduqlanish yo'nalishidami yoki kech nutqi chiqish yoki o'sha gapirolmaslik holatlari bo'lganmi? Eng og'irliqli, eng og'iri kimni misol keltira olasiz tajribangizdan? Man mana shu kunlarda 21 yoshli student bir qiz bilan ishlayapman. U student qizda bolaligidan 3 yoshidan duduqlanish boshlangan. Ona befarq bo'lmagan. Bunaqa onalar ko'p. Man e'tirof qilaman bunday onalarni. Qadrlayman bunday onalarni bor. Farzandiga vaqt ajratadigan, farzandini tuzatish uchun harakat qiladigan, hech nimaga qaramasdan harakat qiladigan onalar juda ham ko'p. Man bunday onalarni hurmat qilaman va u farzandini ham ko'plab shifokorlarga olib borgan, o'zi uyda ishlagan, o'zi shug'ullangan va lekin borib o'zini yosh bosqichlari o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni student davrida atrofga o'zini ko'rsatish, o'zini namoyon qilish, leksiyalarda, imtihonlarda gapirib berish, mana shu holatlarda o'zida qo'rquv his qiladi va qo'rquv yana duduqlanishni yana avj olishiga sabab bo'lishi mumkin. Shunaqa tashxis bilan, shunaqa holat bilan student qiz keldilar va ular bilan 3 oy davomida ishlab kelyapmiz. Ancha natijalari yaxshi. Ularda avvalo o'zlariga nisbatan ishonch yo'q. Ular bilan psixoterapevtik jarayonlarni o'tkazdik, logopedik mashg'ulotlarni o'tkazdik baravariga va baravar nerpatolog bergan muolajalar. Mana 3 ta yo'nalishda baravar kompleks holda olib borilgan terapiya jarayonlari, muolaja jarayonlari natijasini ko'rsatdi. Ya'ni undagi o'ziga nisbatan ishonch, man o'zimni erkin his qilaman, man o'zimni fikrlarimni ayta olyapman, man tengqurlarim qatorida uyalmayapman. Endi mani borimcha, mayli duduqlansam, duduqlanganimcha o'zimni qabul qildim. Shunda o'zini qabul qilsa, atrof ham uni qabul qiladi. Bunda o'zini qabul qilgandan keyin tuzalish, yaxshilanish jarayonlari boshlandi. O'zi xursand, oila a'zolari xursand. Bunaqa tashxisli insonlar yoki farzandlar juda ham ko'p. Yana aytaman, og'ir tashxisli autizm, ya'ni autizm emas, RAS sindromli. RAS bu autizmdan oldingi holat desak ham bo'ladi. Shunaqa holatdagi bir farzandni ona olib keldi, u bilan ishladik, jarayonlar bo'ldi, lekin onada ishonchsizlik yo'q. Bolam tuzaladimi? Qancha muddatda tuzaladi? Qanaqa bo'ladi? Nima qilay? Boladagi yaxshi rivojlanishini ona ko'rsatib berish kerak, o'zini ishonchi bilan, o'zini shu bolaga bo'lgan tuzalishiga nisbatan ishonchi bilan ko'rsatish kerak. Lekin u onada unaqa narsa yo'q bo'lgani uchun bu holat to'g'rilanishga olib kelmadi. Ya'ni yengillashishi mumkin, lekin bartaraf qilish bo'lmadi va u boshqa joyga ketishadi. Ko'p onalar bu logopedda bo'lmadi, boshqaga ketamiz. Voy, biz ko'p joylarga bordik, shuncha logopedlarni ko'rdik, hech qayerda foyda yo'q. Nima uchun? Nima uchun foyda yo'q? Chunki onada o'zida istak, onada o'zida ishonch yo'q. Chunki qarang, boshqa jihatdan qaraganda bolani kasal bo'lishi, buni ko'p ona tan olmaydi. Bolani kasal bo'lishi foyda ona uchun. Qanaqasiga? Chunki o'sha bolasini orqasidan uyda o'tirgan ona ko'chaga chiqyapti. Uyda o'tirgan ona bolasini bahonasidan
aylantiring bolangizni, toqqa olib chiqing bolangizni desa aylantirib kelyapti. Agar bola kasal bo'lmaganda bunaqa narsalar bo'lmasdi. Bu foyda ona uchun, lekin buni ko'p onalar tan olmaydi. Chunki biz psixologlar bilamiz, buni ketida nima foydasi borligini ko'ramiz. Onaga o'shani ko'rsatib bersak. Onlayn savol javob efirimiz bor. Shunda bir ayol murojaat qildi. Bolam 2 farzandim bor. Bolalar tez kasal bo'ladi. Tez kasal bo'lganiga men atrofdan, qaynonamdan, erimdan gap eshitaman. Nima qilsam bo'ladi? Shu holatda men unga savol berdim. Sizni farzandingiz kasal bo'lishidan nima foyda bor desam, voy qaytanga men qiynalaman-ku, gap eshitganimdan qiynalaman desam, yo'q, siz farzandingiz kasal bo'lsa nima qilasiz? Sizga yoqadigan nima bo'ladi desam, uni shifokorga olib boraman, poliklinikaga olib chiqaman. Xo'p, o'sha chiqqaningizda tashqariga siz uyda o'tirasiz. Tashqariga chiqish yoqadimi? Ha, yoqadi. Nima qilasiz tashqariga chiqqaningizda? Ayoli bilan gaplashaman, maza qilib kelaman. Bolam bilan birga maza qilib aylanib kelaman. Xo'p, mana shu foydangiz bor ekanmi? Yana nima qilasiz? Farzandingiz kasal bo'lsa, uyingizdagilar sizga munosabati qanaqa bo'ladi desam, mani farzandim bilan ko'proq bo'lishimga berishadi. Ya'ni gap eshitmayman ovqat vaqtida tayyorlamaganim uchun, nonushtani vaqtida tayyorlamaganim uchun, uylarni yig'ishtirmaganim uchun gap eshitmayman. Chunki farzandiga qarayapti, bolasi kasal deydi-da, menga gapirishmaydi, menga tegishmaydi. Demak, foydangiz bor ekanmi desam, ha dedi. Yana nima qilasiz farzandingiz kasal bo'lsa desam, erim menga ko'proq gapiradi, menga ko'proq yaxshi gapiradi, bolasi bilan ko'proq vaqt o'tkazadi va farzandim kasal bo'lsa yonida dam olib yotaman. Mana unga foydalari. Shu foydalarni ko'rsatib bergandan keyin unga tushuntirdim. Siz o'zingizga ayting, mani ko'chaga chiqishim uchun farzandim kasal bo'lishi shart emas. Mani dam olishim uchun farzandim kasal bo'lishi shart emas. Men qaynotamdan gap eshitmasligim uchun farzandim kasal bo'lishi shart emas. Men farzandim sog'lom yursa ham uy ishlarimni eplay olaman. Farzandim sog'lom yursa ham uni yonida dam ola olaman. Farzandim sog'lom bo'lsa ham turmush o'rtog'imni munosabatini yaxshi qila olaman. Mana shu holatga olib kelinsa va unda farzandini kasal bo'lish sababi bo'lmaydi. Ya'ni unga ehtiyoj bo'lmaydi. Zo'r. Juda ham yaxshi. Men sizga blitz savollar tayyorlab qo'yganman. Hozir o'shalarni bermoqchiman. Bu savollarga tez javob berasiz. Men ham tez o'qishga harakat qilaman. Sizning sevimli so'zingiz va nima uchun aynan bu so'zni sevasiz? Shukr. Nima uchun aynan buni sevasiz? Nimaiki shukr qilsak, uni ziyoda qilurman deb aytilgan. Shuning uchun nimaiki shukr qilmasak, o'shanga ziyodasini beradi. Arzimagan narsaga hozirgi kunim, bugungi kunim yaxshi o'tdi, shukr. Hozir yeyapman, shukr. Berilgan rizq uchun shukr. Va uni ziyodasini ko'raman. Zo'r. Siz qaysi so'zni hech qachon ishlatmaysiz? Kerak emas. Ishonchli nutq nimadan boshlanadi? O'ziga ishongandan. Eng muhimi to'g'ri gapirishmi yoki ruh bilan gaplashishmi? Eng muhimi o'ziga nisbatan to'g'ri ishonch bilan gapirish, qo'rqmasdan gapirish. Bu gap to'g'rimi yoki noto'g'ri emasmi deb o'ylamasdan gapirish. Nutqdagi eng kayfiyatli tovush qaysi tovush? Eng kayfiyatli tovush harfli tovushlardan. Chunki desak biz kulamiz. Agar ovoz rang bo'lganida sizningcha u qanday rangda bo'lar edi? Moviy. Moviy rangni yaxshi ko'rasiz. Mijozlaringizga tez qanday maslahatlar berasiz? O'z ustida ishlashni. Ishingizda nimadan ko'proq ilhomlanasiz? Natijalardan. Bolalardagi natijalardan va onalardagi ko'zidagi quvonchdan maza qilaman. 5 daqiqada ichki muvozanatni tiklashga oid amaliyotingiz bormi? Agar bor bo'lsa, uni bizni ko'rib turganlarga tavsiya qila olasizmi? Albatta, bu
nafas mashqlari deb bilaman. Nafas mashqi har tomonlama yordam beradi. Tikka o'tirgan holatda jahli chiqyaptimi yoki qanaqa holatda, asabiymi, nima bo'lishidan qat'iy nazar hozir men shu yerdaman, qaysi xonada o'tirgan bo'lsa o'sha xonani ko'rib, men shu xonadaman, men o'tiribman, men borman, men tirikman va nafas mashqi, burundan nafas olgan holda nafas chiqarish. 3-4 marta nafas olib, nafas chiqarish va men xotirjamman. Nafas chiqarayotgan vaqtda men xotirjamman. Har shunday bo'lishi kerak edi. Shunaqa bo'lishi kerak edi. Bu menga foyda beradi, Allohim xayrini beradi deb aytish. Shunda ichki xotirjamlikka erishiladi va vaziyat o'nglanadi. Zo'r, juda ham zo'r. Demak, hayotdagi shioringiz. Hayotdagi shiorim doim insonlarni yaxshi tomonlarini ko'ra bilish. So'zlardan ko'ra sukutda ko'proq gapirish mumkinmi? Buni iloji bormi? Albatta ko'zlar bilan. O'zingizni eshitish qiyinmi yoki boshqalarnimi? Boshqalarni eshita olaman, o'zimni ham eshita olaman, qiyinchilik ko'rmaganman. Ko'proq boshqalarni tushunishim osonroq, ularni his qilishim, ularni vaziyatini tushunishim osonroq. Chunki men eshitish qobiliyatim, eshituvchanman. Eshitish uchun meni eshitishim uchun insonlar menga murojaat qilishadi va bu tabiiyki meni kasbim. Bizni ko'rib turganlarga nima maslahat berasiz? Ular o'zlarini eshitishni o'rgansinmi yoki boshqalarnimi? Ko'proq o'zlarini fikrlariga tayansin, ko'proq o'zlarini qarorlarini o'zlari qabul qilsin. Ularni ham eshitish kerak, lekin qarorni o'zlari qabul qilishlari kerak. Nega biz bolalarni gapirishga, kattalarni esa jim bo'lishga o'rgatamiz? Inson yillar o'tgan sayin, bilasizmi, katta bo'lganda o'ylab gapir, borgan joyingda o'ylab o'tir degan allaqanday xulosalar bor-da, shu bo'yicha yashab o'rgana boshlaymiz biz. Shuni nazarda tutyapman. Bunda allaqanday sababi bo'lishi mumkinmi? Bolachalarga hamma narsaga ruxsat beramiz-ku. Agar katta insonga o'ylab gapir, atrofga qarab gapir, gapingni tushunib gapir deyilsa, demak bu bolaga boshidan aytib kelingan bu narsa. Boshidan, bolaligidan unga o'zini fikrini gapirishga qo'yib berilmagan. Agar bolaga boshidan o'zini fikrini gapirishga qo'yib berilsa, uni eshitilsa, bu bolaga nisbatan unaqa aytilmaydi. Demak, u inson bolasiga boshidan shunaqa qilgan va u bolani hali qo'yib yubormagan, hali yetuk bo'lmagan inson. Nega biz pauzalardan qo'rqamiz? Nutqda ham, hayotda ham. Pauza bu kerak insonga, lekin keyingi qadamni o'ylab olish uchun, keyingi qarorini qilish uchun pauza juda ham muhim. Hayotda ham, nutqda ham. Chunki shoshib gapirish ham to'g'ri emas. Pauza qilib, biroz insonni eshitgan holda, unga yondashgan holda, uni tushungan holda gapirish muhim. Pauza muhim. Demak, biz qo'rqmasligimiz kerak. Yo'q, pauza. Chunki ba'zi insonlarning hayotida pauza bo'lsa, ular hech narsaga ulgurmayapman, hayotim bir to'xtab qolgan. Pauza ham bekorga berilmaydi. Uni o'ylashi uchun, uni fikrlashi uchun, yana nima qilsam bo'ladi, nima qaror qilsam bo'ladi, qanday yo'l tutsam bo'ladi uchun o'ylash uchun beradi. Pauzadan foydalana bilish kerak, o'rinli foydalana bilish kerak. Bitta darajadan ikkinchi darajaga o'tish uchun ham qarorlar qabul qilib olish uchun balki atayin berilgan pauzadir. Albatta, bekorga hech nima berilmaydi. Albatta. Aha, tushunarli. Bo'ldi, shu savollar edi. Endi sizga yana bitta savol. Siz hayotda aynan qanaqa kitoblar o'qishni yaxshi ko'rasiz? Va o'zingizni bitta har doim stolingizda turadigan kitobingiz bormi? Agar bo'lsa, bu qaysi kitob? Men ko'proq o'zimni yo'nalishimga mos kitoblarni o'qiyman. Hozirgi kunda Sigmund Freudning Psixoanaliz kitobini o'qiyman va ko'plab insonni ruhiyatini o'rganadigan kitoblar hamda
eng yaxshi ko'rib o'qigan kitobim bor, Savdogarlar ustozi. Savdogarlar Ahmadquli. da avtor. Ahmadquli avtor Savdogarlar ustozi kitobini 2 qismini o'qib chiqqanman. U menga juda ham katta foyda berdi, katta anglashlarni berdi va shu yo'ldagi yana boshqa kitoblarni rejamga qo'yganman. Savdogarlar ustozi kitobi meni ham hayratlantirgan. Sizni eng hayratlantirgan bitta fikr ayta olasizmi shu kitobda? Inson avvalo o'ziga jamg'arish. Inson o'ziga topgan daromadini eng birinchi qismini o'ziga jamg'arish. Va men shu yo'ldaman. O'zimni daromadimni 10%ni qanchadir qismini avvalo o'zimni rivojim uchun sarf qilaman. Chunki bu o'zimga qilingan investitsiya. Mana o'sha kitobdan bitta joyini aytib o'tib ketaman. Men shu kitobni o'qiganimda eng ta'sirlangan joyi shu bo'lganki, adashmasam qahramonning ismi Abdulloh. O'sha Abdulloh hammaga savob ish qilib yuradi, puldan yordam beradi, juda ko'p yaxshi ishlar qilib yuradi va kunlardan bir kun unga o'sha xizmatkorlaridan biri keladida, bozorda shunchaki yuk tashib yurgan bitta inson kitob yozmoqchiligini aytadi. O'sha kishi deydi kitob yozmoqchi ekan, lekin o'sha kishi kitob yozmoqchi ekan, lekin uni hozir kitob yozishga imkoni yo'q. Sababi uni mablag'i yo'q. Shu uchun u arzimagan pulga arava tortib yuribdi. Lekin u juda ham kitob yozishni xohlaydi deb shunchaki fikr bildirganda, u Abdulloh juda katta summa beradi. Uni yashashiga 5 yilga yetadigan summa berib, mana shuni olib borib ber, u kitobini yozsin deydi-da. U kitobini yozsin deydi. Biz deydi ilm yo'lidagi insonlarni qadrlashimiz kerak. Birgina olimni o'limi bir mamlakatni o'limi deydi-da. Shu uchun ilm yo'lidagi insonlarni qadrlashi va aynan mana shu bitta kitob yozish uchun shu insonga shunchalik katta mablag' berganiga xizmatkorlari aytadi, nega buncha katta summa beryapsiz? Bu necha yillarga yetadi-ku, sen mayli olib borib ber. U mana shu kitobini hech narsaga chalg'imasdan yozsin deydi-da. Va shu o'rinda kitob. Ha, men ham sizga kitob olib kelganman. Rahmat. Kitob olib kelganman. Men ham kitobni shunday yaxshi ko'raman va ilm yo'lidagi insonlar kitobni qadrlashini bilaman. O'zim kitob yozganman karantin paytida 2020-yilda. Ichimdagi tashqi hayot deb nomlanadi va bugun sizga sovg'aga olib keldim. Shu kitobni ishonaman, bu kitob sizga ko'p yillar davomida ozgina bo'lsa ham ba'zi bir fikrlari bilan ish faoliyatingizda foydasi tegsa xursand bo'laman. Minnatdorman. Mana shu joyi mani shu kitobda aynan shu kitob yozayotgan insonga mablag'ni bergani va shunchalik ko'p mablag' bergani meni hayratlantirgan. Haqiqatan ham biz kitoblar o'qishimiz kerak. Biz bu kitoblar aslida bir marta men televideniyega borganimda men kitoblar haqida gapira boshladim-da. Shunda bitta kosmetolog ham kelgan ekan. O kosmetolog aytdiki, "Opa, kitobdan emas, kitob boshqa, hayot boshqa. Siz kitobni gapirmang, hayot mutlaqo boshqa" deganida bir juda uzoq yillik tajribaga ega taniqli aktrisa shunda o'rnlaridan turganda o'sha kosmetologga qarab, "Singlim, kitoblar ham hayotdan olinadi" deb shunaqa bir chiroyli fikrni aytgan. Shu uchun men ishonaman, har bir kitob aslida hayotdan olingan. Biz qancha ko'p kitob o'qisak, shunchalik ko'p xatolarni to'xtata olamiz va kimnidir tajribasi bizga uzoq yillik vaqtni yo'qotishda, energiya yo'qotishda, qanchadan qancha keraksiz ishlarni qilishimizni to'xtatishda yordam berishiga ishonaman. Albatta. Fotima, siz shu kunlarda Baxtli ayol formulasi kursingizni boshlayotgan ekansiz va bu kursni olayotganlarga yoki endi sotib olmoqchi bo'lganlarga o'zingizni atagan sovg'angiz bormi? Albatta. Bu kursda asosan
ko'proq farzandlarga nisbatan farzandlardagi tashxislarni bartaraf qilish maqsadida yoki shunday farzandlarni ko'payishini oldini olish maqsadida og'ir tashxisli bolalari bo'lgan onalar agarda o'qisalar ularga shunday uy sharoitida qanday farzandlar bilan shug'ullanish mumkin, qanday ular bilan muloqot qilish mumkin, qanday o'yin jarayonlarini o'tkazish mumkin uy sharoitida, shu jarayonlar yozilgan video darslik bor. O'sha video darslikni sovg'a qilamiz. Hurmatli bizni ko'rib turgan insonlar, hoziroq Fotima Umarovani ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling. Avvalo sizni farzandlaringiz hech qachon kasal bo'lmasin va hech qachon aynan kasallik yo'nalishida psixologlar kerak bo'lmasin. Lekin bu hayot. Ba'zan shunday bo'ladiki, biz shunchalik muhtoj bo'lib qolamiz, biz izlab qolamizda, kimga murojaat qilsam? Bolam shunchaki tili chiqmayapti, shunchaki nutqi menga yoqmayapti, men kimgadir murojaat qilishim kerak deganda uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarni izlayman-da shaxsan men. Aynan shunday paytda 13 yillik tajribaga ega bo'lgan ham psixologiya yo'nalishida, ham logoped yo'nalishida faoliyat olib borayotgan Fotima Umarova sizlarga qo'llaridan kelgancha yordam berishga tayyor va Instagram sahifalarida ham juda ko'p amaliyotlar berilgan. Siz hoziroq obuna bo'lib, mana shu amaliyotlarni mutlaqo bepulga ko'rib olish imkoningiz bor va albatta baxtli oila formulasi deb nomlangan kurslarida albatta ishtirok etinglar. Men ham ishtirok etaman xudo xohlasa, chunki baxtli ayol bo'lishni biz har kun, har soat, har daqiqada o'rganishimiz kerak. Buyuk Suqrot aytgan ekan: men hayotimni barcha g'am qayg'ulari-yu xursandchiliklari bilan birga sevdim degan ekan. Shuning uchun agar mabodo bolangiz duduqlanayotgan bo'lsa yoki nutqi hali chiqmagan bo'lsa, siz tushkunlikka tushib qolgan bo'lsangiz, hech ham xavotirlanmang va hayotimiz har doim ham faqat xursandchiliklardan ega bo'lmasligi mumkin. Suqrot aytgandek, biz har doim hayotimizni boricha sevishni o'rganishimiz va eng asosiysi bitta joyda qotib qolmasdan har doim oldinga intilib, qanday qilsam buni to'g'rilayman, qanday qilsam yaxshilab to'g'rilayman va qaysi mutaxassisdan olsam men to'g'ri ish qilgan bo'laman degan savollarni bergan holda yashasak hayotimiz go'zal va farovon bo'lishiga ishonaman. Bizni ko'rib turganlarga tilaklaringiz? Tavsiyam ko'proq ayollarga, yosh qizlarga ko'proq o'z ustida ishlashlari, o'ziga e'tibor qaratishlari har jihatdan, tana jihatdan ham, ichki ruhiyat jihatdan ham o'zlariga parvarish qilishlari lozim deb o'ylayman. Tavsiya qilgan bo'lardim. Mening hayotim mening qo'limda deb nomlangan haqiqat shouni navbatdagi ishtirokchisi siz bo'lishingiz ham mumkin. Buning uchun siz hoziroq pastdagi havola orqali bizga murojaat qilsangiz bo'ladi va albatta buning uchun siz psixolog, ekspert yoki bloger bo'lishingiz shart. Yoki shaxsiy brendingizni rivojlantirayotgan biznes ledi bo'lsangiz ham murojaat qilsangiz bo'ladi. Navbatdagi podkastlarimizda ko'rishguncha xayr.